Assalomu alaykum hammaga. Tracker mashinasiga Starline S96V2 modelini hamda GPSlarni o'rnatib berdik. Через приложение orqali mashinamizni qulflaymiz. Mashinamiz qulflandi. Oynalar, lyuklar hammasi o'zi yopadi. Yana eng qulayliklaridan bittasi klimat kontrol va sideniya obogriflarimizdan o'zi yonadi. Yoqib turib, mashinamizni zavod qilamiz. Mana mashinamiz zavod bo'ldi. Mana sideniya obogriflarimizdan o'zi yondi. Qish kunlarida bemalol issiqdan o'tiriladi. Pechkamiz mana 24 gradusga qo'yganmiz. Mana 24 gradus ko'rsatyapti. Telefon orqali o'chirsak ham bo'ladi. Pult orqali ham uzatsak bo'ladi. Qulflash knopkasini 3 marta bosib qo'yamiz. 1, 2, 3. Mashinamiz zavod bo'ladi. Yana 3 marta bosib qo'yamiz. Mashinamiz o'chadi. Qulflash knopkasini. 1, 2, 3. Mashinamiz o'chdi. Magnitofon yoqib qolib ketmasligi uchun o'zi eshiklarni bir ochib yoqadi. Magnitofonlarimiz hammasi o'chadi. Unga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol qilich ko'rasiz.